Mana bu paqir ham sovg'a. Hamma o'zini ishlab chiqargan narsalardan bir komplekt podarka ehson sifatida qilishyapti. Biz ham mana o'zimizni kanalimizga qo'yyapmiz. 300 ming ta prosmotr bo'lsa, komment, laykini qizig'i yo'q. Bir komplekt fenovo apparat shuni kelsa, Namangan Uchqo'rg'on Quvaydan ekran nomeringiz bor. Telefon qilib shuni kelib turib olib ketaverasiz. 300 ming prosmotr bo'lish uchun bitta layk, kommentga bu narsa deb sal odamlar ko'rish uchun yordam beraverasizlar. Fenovo komplektlarimiz bor. 300 mingta bo'lganda o'sha odamni video qilib ham qo'yiladi. 300 mingta bo'lganda qo'yiladi. Instagramda. Ha, bizda yab bir komplekt ishlasang hal qilmaydi. Buni narxi $8 O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Shunda keladi, hozir 300 ming dollar $8, hozir bir komplekt tekinga beramiz. Uchinchi patesha ko'rsa, bu $830. Euro komplektlar $900 O'zbekiston bo'ylab hammasi dastavkasi bor. Olib borib o'rnatib qo'yib ishga tushirib beramiz. Xolosa lato, ya'ni Lego'lar bor, turbali Lego, kolonnali Lego, har xillar bor. Buni ham narxi $1000 O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Oddiy araqshali Legolari $950 dan qilib beramiz. Oldin $1200, $1300 bo'lgan, hozir aksiya qilib arzonroq qo'yamiz. Materiallar o'zgarmagan, list qalin uchli, ochli yopilish rezbani har bitta qolip to'g'risida profil to'qilgan, taglari to'qilgan, rezinkalari qo'yib berdilar. Bir tomchi rastor oqmaydi. Undan tashqari manaqa gibrid, peregrotga qolib, gazlar bo'lib, avtomat reysga yoki menga qolib o'zi kerak 12 taga qolib yoki 6 taga qolib hammasini beramiz. Plus dastavka qilib beramiz. Qoliplarimiz hammasi 12 taga qoliplarimizdan bir tomchi rastor oqmaydi. 8 ga to'g'ri profildan qalin 2 tadan yasalgan, materiallar umuman qisilmagan. Gazavoy komplekt $1,5 ming. Adresga qarab dastavkasini kelishadi. Qolpa ko'paygan sari narxlar oshib boradi.